Xohlasa albatta trenddagi elektron laboyimiz yana sotildi va sotuvlar mavjud. O'sha dastavchik akamiz Changang mashinasida kichkina Changang yuklab, xudo xohlasa Sirdaryo viloyatiga yo'l oldi. YouTube ijtimoiy tarmoqdan zakaz qilgan akamiz dadalariga xudo xohlasa yaxshi niyatda xarid qilishdi. Nasib qilsin, yaxshi kunlarga minsin. Iloyim uzoq yillar Hoji otaga ham nasib qilsin shu mana shu elektron laboyimiz. Dehqonchiliklarga, uy yumushlariga, daralarga zo'r texnika bo'lgan zamonaviy full pozitsiyali elektron labo. Ma'lumoti 66 dan 6 takilometr 2000 mega motor, bort razmerlari 1.32 metrlik eng baquvvat bo'ladi. Mana rama qismlari akalar. Bemalol buni razvala qilaverasizlar. Amortizatorlar, tortqilar, orqa tomonda rasol, prujina va amortizatorlar bilan jihozlangan 2000 mega motor va mana bunday oq baquvvat relaktor bilan jihozlangan dastavchik akamizning mashinasining raqamlari. Xudo xohlasa 4 ta balon tormoz bilan shu edi. 1 tonna 200 kg gursa podъемlik oppoq rangdagi kichkina Changangimiz Sirdaryo viloyatiga sotildi. Ana shunday elektron labolar kimga kerak bo'lsa, bemalol bizning Ganlan do'konimizga murojaat qilasizlar va har xil rangda albatta yetkazib beramiz. Narxini aytib o'tamiz. $2200 dan vodiy bo'ylab dastavkasini qo'ldan kelgancha bepul beryapmiz. Qolgan viloyatlarga esa albatta kelishgan holatda bo'lyapti. Narxlar $2200 sababini aytib o'tganmiz. 1 tonna 200 kg gursa podъемlik 2000 motor miya va 666 lokomotiv. Albatta zapaska balon qilish, damkart hamma qo'shimcha narsalari bor. Dokumentidan esa umuman muammo yo'q akalar. Bundan tashqari 2 g'ildirakli skuterlar, benzinli motorollar hammasi bizda topiladi. Albatta pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Tushunmagan narsalarga bemalol telefon so'rashlaringiz mumkin. Hammalarini kutib qolamiz azizlar. Mana shunday sifatli va ishonarli elektron texnikalar kerak bo'lsa, albatta bizning Ganlan do'konimizga murojaat qilasizlar. Mana bazamiz. Bu esa mana Samadjon akam. Akam bizni o'sha video ortida akamiz videoni maromiga yetkazib montaj qiladigan Samadjon akamiz. Obzorlar aka, xudoga shukr zo'r aka. Labo Sirdaryo viloyatiga sotildi aka. Ajoyib. Egasiga nasib qilsin. Egasiga nasib qilsin, yaxshi kunlarga minsin. Bir akamiz dadalariga xarid qildi. Oppoq rangdagi Alloh ziyoda qilsin. elektron laboyimiz, mehnatkash labo. Dala ishlarini, yumushlarini tindiradigan texnika. Haqiqatan buni sinovdan o'tdi bu. Bitta zaryad bilan 50-60 km masofani bosib o'ta oladi. Kam deyish mumkin, lekin bitta xo'jayini yumushini ancha yengil qilgani yetadi albatta. 2000-3000 lik tokni o'ziga sarf etadi. Buyursin, Iloyim egasiga nasib qilsin. Qolganlar ham kelib, ko'rib, o'zlari xarid qilishi mumkin. Albatta aka. Xudo xohlasa tayyor bo'lyapti. Naryoqda elektron labolarimiz bor mana. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Har qanday skuterlar, mana detskiy mashinalar ham topiladi. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar.